Assalomu alaykum hammaga. Men Abdurahmonova Azaljonovna Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand filialining ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistrantman. Bugun bizning magistrlik dissertatsiyasi yoqlovimiz bo'lib o'tdi. Mening magistrlik ishim bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativligini oshirishda interfaol texnologiyalarni shakllantirish. Mavzuyimning dolzarbligi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida bilim darajasi yetarli bo'lishi bilan birgalikda metodika ham juda katta o'rin tutadi. Sababi metodika bo'lsa, yaxshi natija chiqarib bera oladi. Bu muammoga yechim sifatida Teachflow.uz saytini ishga tushirdik. Bu sayt orqali o'qituvchilar pedagogik asoslar va zamonaviy metodikalarni AI orqali o'rganib borishadi. Siz ham magistrlik darajasiga erishishni xohlasangiz, sizga Toshkent kimyo xalqaro universitetining Samarqand filialini tavsiya qilaman.